Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi yurtdoshlar. Bugun Asakadamiz, Andijonda Asakasida yana bir xonadonimizni boshlaganmiz 1-2 kun avval. Sizlarga ish jarayonlaridan ko'rsatib o'taman. Bizni kuzatishda davom etinglar. Qadrdonlar, bu xonadonimizni ham tunaka fon ishini boshlaganmiz. 2026-yil 31-may sanasida turibmiz. Bu joylarimiz ham xudo xolasa chiroyli, go'zal holatda bo'ladi. Bu yerlarda pataloylari bor edi, pataloylari buzildi. Bu joyimiz ham oq fasonda bo'ladi. Ko'ryapsizlar, holat avariyli holatda. Xudo xolasa bu xonadonimizni ham go'zal holatda qilib cho'tki qilib qo'yamiz. Bu yerda ham narigi tomonlarimiz ham bo'ladi. Bu tomonimiz ham urug'ini bir xilda bo'lib, buni stoykani, rim stoykani tagigacha bo'lib, yerimiz ham go'zal holatda qilib o'tamiz. Ichkari o'stirma shapkalarimiz ham bor. Shapkalarimiz shunaqa holatda. Bunaqa ko'rinishda bo'lyapti. Aylanasiga. Burchagimiz, nari tomonlarimiz ham bor. Uyda egasiga yoqqan fasonni qilib beramiz. Agarda masalan o'zi tanlay olmasa, o'zimiz tanlashib olamiz. Akamizga shu misol fason yoqqan, shapkasiga nari tomonlarimiz oq fason bo'ladi. Hozir bu yoqlarda ham ko'rsatdim. Darvozaxonamiz oq fason, mokri aralashgan chekkalariga, aylanasiga shapkalarimiz bir xil holatda bo'ladi. Bu besetkamizni faqat ichki tomoni bo'lmaydi, bu regelgacha, buni tepasigacha bo'lib, aylanasiga shapkasi bo'ladi. Tarnovlari va tepasiga ugalovlarni ham qo'yib beramiz, kankilarni ham. Shunaqa holatda qilishda davom etyapmiz. 2026-yilda narxlarimiz 120, bizning narxlarimiz o'zgarmayapti. 120 mingdan 140 ming so'mgacha jami xarajati ichida qilib beramiz, faqat buni tarnovidan tashqari. Darvozaxonaga masalan kosmos qo'yadigan bo'lsangiz, kosmosidan tashqari bu tarnovlarni ham olib kelib qo'yib beramiz. Agarda kelishsa, buni summasi metrajli bo'ladi. Lampochkalar bo'ladigan bo'lsa, lampalarni ham qo'yib beramiz, faqat lampochkasini olib berasiz, shinorini olib berasiz. Biz mana qilib qo'yib o'tib ketamiz. Lesa borligida buni xizmatiga pul olmaymizda, shuni ham qo'yib beramiz. Tarnovlariga lekin alohida metrajli bo'ladi. Tunaka fonda hamma yo'g'i ichida deganimizda, mana tarnovdan pastidan boshlanib duvolgacha bo'lgani, u karniz qotilyapti. Shungacha bo'lgani ichida bo'ladi. Rekasi, usta haqqi, samarezi hamma yo'g'i ichida bo'ladi. Lesasi, xullas, dastavka, pastavka hamma yo'g'i ichida bo'lib, xudo xolasa chiroyli holatda qilib beramiz. Bu joyimizga masalan patoloy qilamiz. Patoloy qiladigan bo'lsak, tarnovdan tashqari duvolgacha bo'lgan hamma yo'g'i keladi. Shu 120 mingdan 140 ming so'mgacha vodiy bo'ylab, vodiydan tashqari viloyatlarga kelishilgan holatda qilib beramiz, xudo xolasa. Bizni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.